Aziz yurtdoshlar, mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu holat M-katta Moskvada bo'lyapti. Katta mashina buzildi, mana to'xtab qoldi o'ng tomonga, chetga. Taksi ozgina qoldi yetib qolishiga, orqasiga. Mana turibdi. Mana bu taksi kelib yetdi mana. Urdi. Xatosi qayerda desangiz, mana hozir katta mashinani shofir tushadi. Taksi orqaga olyapti salgina. Mana katta mashinani egasi tushdi, taksiniki ham tushdi. Xatosi mana shu yerda, mana o'rtaga turdi, mana kelib yetdi mana. Bu trassa bu. Kamida 100 yuradi. Katta mashinalar, yukdagi mashinalar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar aziz yurtdoshlar. Mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Furada yuradigan, taksida yuradigan butun dunyoda aziz yurtdoshlarimiz ko'rsin, ehtiyot bo'linglar, Allohning panohida bo'linglar. Juda achinarli holat bo'ldi.